Hammalarga hello YouTube do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan obunachilarim bilan video olamiz. Kanalimizga ketdi bo'laman. Obunachilarimiz bilan video olyapmiz. Videomiz uchun avval kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni. Kanalimizdan bolalar endi videoni boshlayversak bo'ladi. Qani ketdi bolalar. Mana bunaqa parkurlardan o'tib qarach biz futbolchilarning formalarini kiyib ko'biklarni olib yurishimiz kerak bo'ladi. Albatta obunachilarimizni turibman. Kinglar. Давай, kenglar bolalar. Tez. Ana mana bu kiramiz. Brazilian tanladi Neymar. Mana bu yerdan asta sekin o'tib ketaveramiz va obunachilarimizni kutib turamiz kenglar. Bizga aytgancha bo'lsa Real yoqadimi Barsami? Menga masalan Real Barsachilar bo'lsa komment yozinglar. Hala Madrid bo'lsa like bosinglar. Mana bu yerdan o'tamiz kenglar. Bratan kinglar. Bratanimiz qotib qoldimi? Ketdi. Sekin mashqchi o'tamiz shu yerdan. O'zbekcha menga kommentimga yozib ekan qaysidir videomda. Shunga druza tashlavdim. Druzam nihoyat deganda opchilar. Bunachilar bilan video olaman dedim, mana bolalar oldim. Qarochisi ana o'zbekka tushib ketibdi-ku. Mayli, necha bolalar o'zbekka tushib ketgan bo'lsa ham bizlar o'taveramiz. Bolalar videoga like bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni ham 9 ta obunachimiz bo'libdi. Bir 10 ta qilib qo'yaylik. Shu videoga bir 5 ta like bu videoning keyingi qismi chiqadi. Let's go. Yo'q. Nima qilib qo'ydi? Yaqinlashtiramiz. Ketdik. Brat King. Kel. Kilosmi? Kilo ekan. Ketdi. Voy. Ketdi King yer. Bulardan easy o'tamiz biz bolalar. Olasizlar Ronaldo yoqadimi Messimi? Kommentga fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Menga masalan Ronaldo yoqadi. Sizlarga qaysi futbolchi yoqishini kommentga yozib ketinglar. Hoppa, o'tdik. Bo'tdan qolmay mana bunaqa o'tib ketamiz. Mana biratdan urgan ovozimiz ekan. Keng jigar. Davay yurdik. Let's go. Argentinami? Portugaliyami? Qaysi biri? Bu biratdan qaysi birini tanlaysiz jigar? Ispaniyami bu? Argentinami bu? Necha ketdi bolalar? Cristiano Ronaldo. Hoppa, shunaqa ko'rib ketamiz. Jigar bitta kutib turaylik. Voy bilin. Pastga tushib ketibdi-ku. Yo'q, kiymaydimi? Necha bolalar o'zimiz boshqa ketaveramiz. Biratamiz pastga tushib ketibdi ekan. Endi omadlari kiymagan. Necha mana Ronaldo yoki Messi bolalarga qaysi birini tanlaysiz? Mana Ronaldo. Ikkalasi ham top yangi futbolchi. Ronaldo va Messidan tashqari qaysi futbolchini tanlagan bo'lardilar? Shuni kommentga yozib ketinglar. Men bo'lganimda Mbappe yoki Lamine Yamalni tanlagan bo'lardim. Ketgancha Ispaniya jahon chempionati bo'ldi bolalar. Argentina o'tkazdi. Messi futbolga ketaman deb o'tibdimi nima bolalar? Bo'tdan shuni sakarab o'tib ketamiz. Ama bunun nima bu? Nima yo'qotib olishdak bunday? Keyin sakaraymiz. Yo'q ana. Bolalar sakarab ketyapmiz. Mana bu yerdan bitta sakarasak. Hoppa. Keyin sakaraymiz. Bu yoqqa hech tanlaymiz. Ko'p qizil tanlayveramiz. Let's go. Hoppa. Endi maloqchalardan o'tib ketamiz hozir. Maloqchalardan o'tib, hoppa. Bola bunday qanday o'tamiz? Sakaralachimiz yo'qkan necha bola qolib o'tib ketamiz bu yerdan. Ketdi. Ketib, hoppa. Asta sakaraymiz. Asta. O sakaradik. Necha bola keldi. Oh my god. Lamine Neymar ekan.
mayli, Mbappeni tanlab qo'yaylik video. Mbappe ham qo'shadi, kuchli o'yinchi. Asta sekin bilan tak. Mana bola finishda ham tugatdik, bir marta bo'lmasdan turib, Alloh osatmasin ekan. Mana shapatlar ichida olamiz, bitta qaqtib beraveramiz. Let's go, mamnun olyardik, karochi bolalar. Bolalar, shu joyda biz videoni tugatishga qaror qildik. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosishni qaramasam xayrlashamiz. Xayr o'rtoqlar.